7-sinf Jahon tarixi 8-mavzu Yangi din beshigi. Siz bugun arablarning turmush tarzi, dunyoda yangi din, ya'ni islom dini vujudga kelishi, islom dinining arkonlari haqida bilib olasiz. Arabiston va uning aholisi. Arab qabilalari Arabiston yarimoroli va unga tutash hududlarda yashab kelganlar. Ular Somi, Semit tili xalqlardan bo'lib, bu til oilasida arablardan tashqari yahudiylar, assuriylar, finikiyaliklar va oromiylar ham so'zlashganlar. Bu xalqlar uzoq o'tmishda Sharqning eng qadimgi davlatlari Akkad, Bobil, Isroil podsholiklariga tuzganlar. Ko'chmanchi arablar, badaviylar, sahroiylar boshqa chorvador qabilalari kabi tuyachilik, qo'ychilik va yilqichilik bilan shug'ullanganlar. Ular cho'lu dashtlarda o't-o'lanlar o'sadigan yaylovlarda mollarni boqib ko'chib yurganlar. Arabistonning katta qismi odamlar tuyasiz yura olmaydigan hududlardan iborat edi. Badaviylar tuya suti va go'shtini iste'mol qilgan, junidan mato hamda chodir uchun kigiz tayyorlagan, tuyani minib jang qilgan va harakatlanganlar. Yarimorolning janubi va g'arbidagi o'troq dehqonchilik aholisi soy, jilg'ara, o'tuqlari bo'ylarida xurmo bog'lari va uzumzorlar barpo etganlar. Shimoldan janubga, Vizantiyadan Afrikaning sharqiga, Hindistonga karvon yo'llari aynan shu hududlar orqali o'tgan. Buyuk Ipak yo'li bo'yidagi mamlakatlarda aynan shu hududlar orqali o'tib, tinchlik paytlarida karvon yo'llari Arabistonning siljilgan. Zamonlar o'tib karvon yo'llari bo'yida aholi manzilgohlari, shaharlar vujudga keladi. Ularda yashagan aholi savdo karvonlari va sayyohlarga xizmat ko'rsatgan. Ulardan biri Makka shahri ko'chmanchilari va mahalliy aholining mol ayirboshlashi hamda savdo markazi bo'lgan. Arabistonning yuksak rivojlangan viloyatlari Yaman va Hijoz bo'lgan. Yaman unumdor yerlari, mevali bog'lari, xurmozorlari bilan nom qozongan. Arablarda Yaman so'zi haq, baxtli ma'nolarni bildirgan. Hindistondan Vizantiyaga ziravorlar, ipak gazlamalar, marvarid va boshqa narsalar tashiladigan yo'l ustida joylashgani bois Hijoz va Yamanning dengiz sohillarida shaharlar vujudga kelgan. Qurg'oqchilik davrida cho'ldagi ko'chmanchilar o'troq aholi yurtlariga, xususan Hijoz va Yamanga talonchilik bosqinlari ham uyushtirib turganlar. Arablarning aksariyati ko'p xudolik dinlariga sig'inishgan. Ular quyosh, oy va yulduzlarga e'tiqod qilganlar. Har bir qabila turli ilohlarni e'zozlagan. Makkadagi Ka'ba umumiy ziyoratgoh bo'lib, unda qabila ilohlari, butun va san'analar saqlangan. 6-7 asrlarda aholi soni ko'payib, qabilalar orasida suv manbalari va yaylovlar uchun kurash kuchayadi. Urushlarda olingan harbiy o'ljalar qabila sardorlari va harbiy yo'lboshchilarning bo'yishini, mulkiy tabaqalanishini kuchaytirib, urug'chilik tuzumi inqirozini tezlashtiradi. Bilog'onlar uchun badaviylar qadim zamonlarda bir o'rkchalik tuyalarni boqqanlar. Tuyalar bir necha kun suvsiz yurishi, oziq uchun yantoq bilan qanotlanishi va ayni paytda yelkasida bir necha 100 kilo yukni tashishi mumkin edi. Tarixchilarning ma'lumotlariga ko'ra, teridan tayyorlanadigan suv saqlaydigan mesh sanochni badaviylar ixtiro qilganlar. Tuyalar va meshlar ularga olis tayyorlarga yetib borishi hamda karvon bilan uzoq safarlarga chiqish imkonini bergan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Islom tarixchilari uning asoschisi bo'lajak payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni 570-yili Makkada Quraysh qabilasining hoshimiylari urug'iga mansub, uncha boy bo'lmagan, lekin zodagonlarga yaqin oilada tavallud topganini yozadilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ona qornida 2 oylik homila paytida otasi Abdulloh bu paytda savdo ishlari bilan Suriyada edi. Makkaga qaytishda to'satdan vafot etadi. An'anaga ko'ra, Makka ahli jazirama issiqdan arisrash uchun har yili go'daklarni tog'dagi yaylovlarda yashovchi Banu Sa'ad qabilasiga mansub ayollarga berib yuborganlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham 6 oyligida benasatlik Halima ismli ayol tarbiyasiga o'tib, ko'chmanchilar orasida 4 yil yashaydilar. So'ngra Makkaga qaytib, onalari bilan birga yashaydilar. 6 yoshlarda onalari Omina ham vafot etib, uni bobosi Abdumutallib o'z qaramog'iga oladi. Bobosi Abdumutallib ham ko'p o'tmay vafot etadi. Shundan keyin tarbiya qilishni amakisi Abu Tolib o'z zimmasiga oladi. 12 yoshlarida Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir muddat Abu Tolibning chorvasini boqadilar. Keyin tijorat ishlariga jalb qilinadilar. Savdo ishlari bilan Suriyaga safar qiladilar. Xususan Halab va Damashq shaharlariga boradilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam 40 yoshida payg'ambar bo'lib, 23 yil davomida odamlarni islom diniga da'vat qiladilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam 632-yili Madina shahrida vafot etadilar va shu yilga dafn etiladi. Qur'onning nozil bo'lishi.
Islom dini manbalarida qayd etilishicha, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga 610-yilda boshlab Alloh taoladan oyatlar nozil bo'la boshlaydi. U qudratli yakka-yu yagona Xudodan, ya'ni Alloh taoladan o'zga hech qanday iloh yo'q deya o'zini Rasululloh, Allohning elchisi, payg'ambari deb e'lon qiladi. Buni yodda saqlang. Qur'on, arabcha qiroat, o'qish islom diniga e'tiqod qiluvchilarning muqaddas kitobi bo'lib, Alloh taolo tomonidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vahiy orqali nozil qilingan. Qur'on 23 yil davomida nozil qilingan bo'lib, 114 ta suradan iboratdir. Savdogarlar majusiylikdan yakka xudolik diniga o'tish ularga moddiy zarar keltirishdan qo'rqib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning va'zilari adovat bilan qarshi oladilar. Makkaning ko'pchilik aholisi, ayniqsa Quraysh qabilasining zodagonlari uning targ'ibotlariga ochiqdan-ochiq qarshi chiqadilar. Natijada u o'zga yerlarda tarafdorlar izlashga majbur bo'ladi. Shu tariqa Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning rahobalari milodiy 622-yil Yasribga hijrat ko'chish qiladilar hamda shaharga Madina, arabcha Madinat un-Nabiy, payg'ambarlar shahri nomi beriladi. Hijrat nomini olgan bu voqea islom tarixida burilish yashadi. Milodiy 622-yil hijrat, ko'chib o'tish musulmon yil hisobining boshlanishi deb qabul qilinadi. Ko'chib o'tgan kishilar muhojirlar, ko'chib kelganlar, Madinada islomni qabul qilganlar, ansorlar, ya'ni tarafdorlar deb ataladilar. Yasriblik arablar yakka xudolik ta'limotiga xayrixoh munosabatda bo'ladilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madina shahridagi ilk masjidni quradi. Allohga itoat va ibodat qilish tartibini joriy etadi. Sudxo'rlik, ichkilik, qimor o'yinlarini taqiqlaydi. Shu tariqa buddaviylik va xristianlikdan keyingi yana bir jahon dini vujudga keladi. Islom ta'limoti. Islom arabcha itoat etish, bo'ysunish, o'zini Alloh irodasiga topshirish degan ma'noni anglatadi. Islom dini 7-asr boshlarida Arabiston yarimorolida yagona Allohga e'tiqod asosida shakllanib, jahonda keng tarqalgan dindir. Islom diniga e'tiqod qiluvchilar arabcha muslim, ya'ni islomni qabul qilgan, itoatli, sadoqatli insonlar degan ma'noni anglatadi. Ularni musulmon deb ataladi. Islom dinida 5 ta asos yoki ustunga ega. Allohning birligi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning payg'ambar ekanini iymon keltirish. Bu bir. Aqllan sog'lom voyaga yetgan har bir musulmonning 5 vaqt namoz o'qishi. Bu 2. Voyaga yetgan va sog'lom kishining Ramazon oyida 1 oy roza tutishi. 3. Mol insob, ya'ni shariat tomonidan belgilangan miqdorga yetgan kishining zakot berishi. Bu 4. Yo'liga va puliga qodir bo'lsa haj qilishi. Bu 5. Musulmonlarning asosiy bayramlaridan biri Ramazon hayiti 1 oylik ro'zadan keyin nishonlanadi. Undan 70 kun o'tib Qurbon hayiti o'tkaziladi. Musulmonlar haftaning juma kuni Sayyidul ayyom va Hajjul masokin kunlarining ulug'i miskinlar uchun haj deb hisoblaydilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madina va uning atrofidagi shaharlar aholisini islomga o'tkazgach, 630-yili Makka shahrini jangsiz egallaydi. Uning buyrug'i bilan sahobalar Makka aholisiga omonlik berib, Ka'badan barcha but va samanlarni chiqarib tashlashadi. Ka'bada saqlanayotgan qora tosh Allohning haq dindagilarning in'omi deb e'lon qilinadi. O'shandan buyon Ka'ba barcha musulmonlar uchun asosiy ziyoratgohga aylanadi. Arabiston shaharlari va ko'chmanchi qabilalar keyingi yillarda islomni qabul qilib, 7-asrda yagona davlatga birlashadi. Islomdagi mazhablar. Mazhab so'zi arabcha yo'nalish, oqim, yo'l ma'nolarini bildirib, islom dinini biror bir diniy masala muammo bo'yicha muayyan ulamo fikriga ergashish, uning yurgan yo'nalishdan borishni bildiradi. Islomda asosan 2 yo'nalish, sunniylik va shiyalik, ya'ni Ali tarafdorlari mavjud bo'lib, ularning har birida bir qancha mazhablar bor. 3-yo'nalish xorijiylar, ya'ni havorij ajralib chiqqanlar, 7-asrning ikkinchi yarmida parchalanib keyinchalik yo'qolib ketgan. Sunniylik deb diniy qonun-qoida va tartibotlarga rioya qilishda Qur'oni Karim payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislari sunnaga birdek amal qilishga aytiladi. Sunniylik yo'nalishi tarafdorlari ahli sunna va jamoa deb ataladi. Bu tomda payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga og'ishmay amal qilishi musulmonlarning asosiy ko'pchilik jamoasi ma'nolari o'z aksini topgan. Bugungi kunda musulmonlarning asosiy qismi sunniylik yo'nalishida bo'lib, u 4 ta fiqhiy mazhab, Hanafiy, Shofiylik, Molikiylik, Hanbaliylik hamda 2 ta aqidaviy mazhab, Ash'ariy va Maturidiydan iborat. Mazhablar sekta, ya'ni firqalardan farq qiladi. Sunniylikda 4 ta mazhab ham teng hisoblanadi. Mazhablar umuman an'anaviy dinning huquqiy doirasidan chiqmagan holda shariat masalalari yengilroq yoki qattiqroq hukm chiqarishlari bilan birgalikda bir-birlaridan farq qiladi. O'rta Osiyoda, xususan O'zbekistonda Hanafiylik mazhabi keng yoyilgan.